Alaykum, sizlar bilan hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Erik. Bugun sizlar bilan DXXga, ya'ni Facebook'ga ishga kirishni o'rganamiz, o'g'alar. Ya'ni Discorddan zaifga tashlashni o'rganamiz va uni boshladik. Hozir 1 minut. Xo'sh, birinchi biz so'mkamizga kirib olamiz. So'mkamizdan keyin pasportimizni screen qilib olamiz. Hoppa. Tibbiy kartamizni. Keyin litsenziyalarimizni screenshot qilib olamiz. Keyin bu yerdan chiqib ketamiz va yana shu ya'ni shu joyga kiramiz va o'yinchining statistika degan joyini bosamiz. O'yinchining statistika degan joydan biz mana bitta qism bo'ladi, mana ikkinchi qismi bo'ladi, mana uchinchi qismi bo'ladi. Biz shularni shu holda screenshot qilib olamiz. Xo'sh, endi hozir biz Discordga o'tib olamiz. Xo'p, mana Discordga kirib oldik. Xo'sh, ko'rib turganlaringdek. Endi biz mana shu yerga kirganimizda server yangiliklari degan joylari bor. Keyin biz shu yerdan ishga joylashishni bosamiz ustiga va pastroqqa tushsak, mana FSB safiga qo'shilish uchun arizalar. Ustiga bitta bosamiz. Keyin hozir pastga o'tib olamiz. Mana birinchi o'rinda mana teramiz masalan. O'yinda ichidagi nickingiz. Bizda Erik Ravshanov ko'rib turibsizlar. 2 nima deydi? Oldingi lavozim bormi, yo'qmi? Oldin birinchi joyda ishlaganmisiz yoki yo'qmi, shuni so'rayapti. Ha bo'lsa ha, yo'q bo'lsa yo'q. Yo'q, shuni qilasiz. Keyin 3 qilasizda, mana yerda pasport screen bo'lishi kerak. Tibbiy karta bo'lishi kerak. Keyin biz ana oldik-ku, statistika screenshot bo'lishi kerak. Biz shularni tek qilganimizdan so'ng meni tek qilasiz, ya'ni bunday qilib kuchukchani tek qilgandan keyin mana 2 qilasiz, 3, 4, 5-qismda biz bo'lamiz va buni Erik Ravshanov mana ko'rib turibsiz. Daqiqa 8 bo'lib turibdi. Shuni tek qilasiz. Agar mana masalan qarang. Nima deydi? Hozir men sizga noto'g'ri tashlangan zaifkalarni ko'rsataman. Xo'sh, hozir statistika tashlanmagan bo'lsa bilish mumkin. Xo'sh, zo'r vaqtinglarni oldim. Mana tekshirilmagan mana ular noto'g'ri jo'natilgan. Keyin nerepenik. Xo'sh, shunday qilib siz zaifga tashlaysiz shu DXX akademiyasiga ishga kirish uchun. Agarda rang oshirish bo'yicha ham ma'lumot kerak bo'lsa, agar aktivimiz yaxshi bo'lsa, shu nima deydi? Rang oshirish bo'yicha ham ma'lumot chiqaraman. Xo'sh, og'alar, sizlar bilan shu bilan bo'lib o'tgan, ya'ni DXX akademiyasiga qo'shilish uchun nima deydi? Arizalarni o'rganib chiqdik. Keyingi safar men sizlarga rang oshirishni nima qilaman? Agar 10 ta like bo'lsa, chunki biz yangimiz, ko'p like so'ramaymiz. Bo'lmasa hammani ishiga omad, bizga ham omad tilaymiz. Hammaga